Endi sizni mastavangiz eng shirini bo'ladi. Qani ketdik. Birinchi bo'lib qizigan yog'ga go'sht solib qizartirib olamiz yaxshilab. Seli ketgandan keyin piyoz solamiz va uni ham yaxshilab qizartiramiz. Olovimiz har doim o'rtacha balandlikda bo'ladi. Taxir bo'lmasligi uchun tomat solmasdan pomidorni yaxshilab qovuramiz. Sabzavotlarimizni qolganini hammasini bittada to'g'rab solib yaxshilab qovuramiz. Mazali mastavamizning siri ukropni o'zagi va chesnokda. Mayda qilib to'g'rab tashlab, yaxshilab qovuramiz. Juda ham o'zgacha ta'm beradi. Ziravorlarni tabga qarab solamiz. Men mastava uchun universal pripravalarni ishlataman. 1 choy qoshiqini yetadi. Oshirib yuborsanglar taxir bo'lib qoladi. Bitta qattiq qaynab olgandan keyin pasaytirib, shira tortishga qo'yib qo'yamiz. Qaynaganning o'zidayoq ranglari biram chiroyli. Guruchni yaxshilab yuvib, ko'mgunicha suv solamiz, yog' va tuz solib pishirishga qo'yib qo'yamiz. Beyozorgina pishib yotadi. Guruch yetilib pishib ketmasin, ahamiyatli bo'lasizlar. Orada miltillab, shira tortib, mazali bo'lib pishayotgan sho'rvamizdan ham xabar olib qo'yamiz. Quyuq yoki suyuq qilib, tabimizga ko'ra chiroyli qilib suzib, oila a'zolarimizga yoki mehmonlar dasturxoniga tortishimiz mumkin. Juda ham shirin va juda ham mazali chiqadi. Albatta shu uslubda qilib ko'ring, yoqimli ishtaha.